Mana do'stlar, bugun nechinchisi edi? Meni ko'rsatmang. Ya, ham bo'ldi, sizni ko'rsatmayman, lekin siz haqingizda gapiraman. O'sha Yevropada ishda biz mana ertalab yukni tushirishga keldim. Mana Belgiya menimcha, bu yerda. Yo'q, Niderlandiya. Ha, Gollandiya. Gollandiya. Gollandiya, Niderlandiya bitta davlatda. Mana keldik, mana bu samarqandlik do'stimiz bilan birga shu yerda taxtani tushiramizda. Hayotimda men birinchi marta uchratishim mana shu narsani. Bu pista emas, bu hozir pistaga o'xshab ko'rinyapti ko'zingizga, lekin yong'oqchalik kattalikda. Bu nima yong'oq ekan bu? Oti nima ekan mana? Ana Xitayskiy deydi, bilmasam. Xitayskiy? Kitayskiy emasmi? Xitayskiy. Tak что mana endi yeymiz buni birinchi marta. Xitayskiy yong'oq ekan. Qaysi davlatniki bu? Xitoydikida, Xitoymi? Ha, Xitoynikimi? Buni yasaganmi buni? Ya'ni qolipga o'xshab. Hozir ular tuxum ham yasayapti-ku. Bilmasam, Shunaqa. Biz varianti. Shunaqa. Rahmat, jo'ra. Gap yo'q.